Barchaga assalomu alaykum. Mana navbatdagi ishimizni Xudo xolisa yakunladik. Bu ishimizni ko'rib sizlar baho beringlar. Sizlarga foydali bo'lsa, bir dona like tugmachalarini bosishni unutmaymiz. Obunachilar mana turbalarimizni ham tushirib berganmiz. Bu ishimiz xonadonimiz общий 209 kvadrat bo'lib bitdi. Xudo xolisa ertaga ham bir ichkarilarni arzoni joylaymiz. Bugun kechroq tugatdi. Bu 18-aprel kuni. Mana shunaqa ko'rinishda Xudo xolisa go'zal holda qilib berdik. Bu ishimizni Andijon shahar Mirzavodda yakunlab berdik. Mirzavodlik asakali obunachilar bo'lsa, gumillatib layklar to'ldirib yuborasizlar. Xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Ustalarim saraton o'ta idealniy bo'lib, Xudo xolasa go'zal holda qilib berdik. Bu ishimizni 04 qalinligida tunikamizdan foydalanganmiz. Xudo xolasa общий 120 ming so'mdan 140 ming so'mga doğru qilib beryapmiz. List qalin yuqaligida ransalari bor obunachilar. Mana shunaqa ko'rinishda Xudo xolasa go'zal qilib berdik. Bu kastamizni nimaga bu yog'i do'yolni o'tib qol deganlarga darvozasini kattaroq qo'yar ekan. Shunga moslab chiroyli qilib o'sha yerga doğru qilib ashba qilib o'ra berdik. Like